Qandli diabet birinchi tur bolalar va o'smirlarda insulinni agar o'zi badanga yuborib turishga qiynaladigan bola bo'lsa, kichkina bola bo'lsa, pompa uskunalaridan foydalanib, qo'liga yoki chaqaloq bo'lsa, songa qotirib qo'ysa bo'ladi. Buni ichiga insulin yuborib qo'yiladi va bu apparat o'zi qonga insulin berib turadi. Ya'ni har 3 soat 4 soatda shprits orqali yuborib turish shart bo'lmaydi. Bu apparatda yaxshi tomoni, agarda qondagi qand baland bo'lib ketsa, unda o'zi qisqa ta'sir qiluvchi insulinni badanga yuborib turadi. Fikringiz? Xuddi shunaqa, juda ham zo'r. Bu kun davomida sahr zolotistый liniyada yurishini ta'minlab beradi. Bu xuddi sog'lom odamdagi. Zolotistый liniya deganlari bu kompensatsiya liniyasi, ya'ni 10 dan baland bo'lish kerak emas, pastki chegarasi 5 dan tushib ketib qolish kerak emas. Bu norma holatida yurishi uchun uskuna javobgarlikka o'zini bo'yniga oladi. Agarda bolalarda yoki o'smirlarda qandli diabet birinchi turi insulin terapiya muolajasi bo'layotgan bo'lsa, yangi uskunalardan foydalanib, bolangizga yana yangi sharoitli, osonlik yaratib berishingizni maslahat beraman.